Juma kuni o'ta fazilatli kun hisoblanadi. Juma namozini masjidda jamoat bilan o'qish farz qilingan Alloh subhanahu va taolo tomonidan. Juma namozini o'qishi lozim bo'lgan shaxs Jum'aga bormasa, albatta katta bir gunoh ishni qilgan bo'ladi. O'sha bir marta bormaganida qalbiga bitta dog' tushadi. Alloh taolo bundan barchamizni o'zi saqlagan bo'lsin. Tanangiz xatmi tolmang birodar, so'zlarimni malol olmang birodar. Tanangiz xatmi tolmang birodar, so'zlarimni malol olmang birodar. Sayyidul ayyomning fayzi bi adab, juma namozidan qolmang birodar. Sayyidul ayyomning fayzi bi adab, juma namozidan qolmang birodar. Yaratgan oldida ojiz bandamiz, 5 kunlik dunyoda bir arzandamiz. Yaratgan oldida ojiz bandamiz, 5 kunlik dunyoda bir arzandamiz. O'zi qo'llamasa rost sharmandamiz. Juma namozidan qolmang birodar. O'zi qo'llamasa rost sharmandamiz. Juma namozidan qolmang birodar. Bo'lmaydi g'animat tongni, savob uchun toping muborak onni. Qaytarib bo'lmaydi g'animat tongni, savob uchun toping muborak onni. Obod qiling do'stim so'nggi makonni, juma namozidan qolmang birodar. Obod qiling do'stim so'nggi makonni, juma namozidan qolmang birodar. Müslümmiz yaratganga xul, Rabbim qo'llamasana holimiz mushkul. Ajrning konidir inoning butkul, juma namozidan qolmang birodar. Ajrning konidir inoning butkul, juma namozidan qolmang birodar. Ummatimdir faqat Nabi Muhammad, qiyomat kunida so'rang shafaat. Ummatimdir faqat Nabi Muhammad, qiyomat kunida so'rang shafaat. Inoyat qilsin haq o'zi badavlat, juma namozidan qolmang birodar. Inoyat qilsin haq o'zi badavlat, juma namozidan qolmang birodar. Tanangiz xatmi tolmang birodar, so'zlarimni malol olmang birodar. Tanangiz xatmi tolmang birodar,
Sözlerimni malol olmang birodar. Sayyidul ayyomning fayzi bi adad